Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va YouTube kuzatuvchilari va Svarchiguz kanalimizning hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Mana bugun biz sizlarga Sifat brendi ostida ishlab chiqarilayotgan, o'zimiz ishlab chiqarayotgan drabilkalarimiz haqida bir qator to'liq ma'lumot berib o'tib ketamiz. Buni qo'ldan kelgancha obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa motorlari haqida, drabilkani ishlatish bo'yicha, xavfsizlik bo'yicha hamma ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha berib o'tib ketamiz va setkalari nechta qo'shib beriladi, keyin sohatiga qancha don chiqaradi, qancha press o't chiqaradi, shulargacha bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Qo'ldan kelgancha xullas ma'lumotlarni beramiz. Sizlarga ma'qul keladi degan umiddamiz. Buni birinchi o'rinda shu tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, mana drabilkani общий ko'rinishini bir qator video qilib beramiz sizlarga. Kruchok bilan jihozlangan, bochka bilan taglikni o'rtasida sanliklarini qo'yib beriladi. Hozir bularga qo'yilgani yo'q. Ochilishiga e'tibor berasizlar. Mana bitta meni o'zim videoga olib ham bochkani ochyapman bir qo'l bilan. Mana ochilishlari ham juda oson. Bu ochish nimaga kerak? Setga qo'ygani, setkani almashtirgani shunaqalarga ishlaydi. Bu ochib bekitishimiz mana. Setga qo'yilishlari ham juda oson. Mana setkani mana shu holatda qo'yiladi mana. Juda ham qulay. Mana setkani tushishlariga e'tibor berasizlar. Mana bu choklari mana shu setkamiz taglikka polni tegish kerak. Shu holatda qo'yiladi. Yana bir eslatma, bu setkani qo'ya turganda eng e'tibor beriladigan joyi to'kdan uzib qo'yasizlar. Buni razvedkadan uzib qo'yiladi, avtomat pastda turadi. Bu nimaga kerak? Haligi yon atrofda yosh bolalar o'ynab, boshqa qilib, mana uni xayol bilan bo'lib, ba'da setga qo'yib turgan bo'lsalar, mana uni ko'tarib yuborishi mumkin. Shu xavfsizlik jihatdan birinchi o'rinda mana shuni to'kdan uzib, keyin almashtirib tavsiya etiladi. Shu holatda mana setga qo'yib olingandan keyin bu bochkasini qo'yib ishlatilaveradi. Hozir bu qo'yganimiz molbob, qo'ybob eng universal ko'p ishlatiladigan setkasi bu. Molga ham qo'yga ham bo'laveradigan setkasi. Endi buni pichog'iga keladigan bo'lsak, pichog'i 22 talik deyiladi. 8 ta molatkovoyi bor. 4 ta bu tarafda, 4 ta bu tarafda. Molatkoylari ham qalin listlardan kesib ishlangan. To'rlik list, mana bu molatkoyli ham. Molatkoylari ham shu garyachi qora listdan rossiyskiy kesilgan, lazer yordamida kesilgan. Endi buni pichog'iga keladigan bo'lsak, eng qalin, original, toza pichoqdan ishlatilgan. Bular ham kalyonni kuydirilgan. Pichoqni soniga keladigan bo'lsak, 14 ta segment, 8 ta molatkoylari bor. 4 tadan 8 ta molatkoy, общий hisobda 22 talik pichoq deyiladi. Bu yana bitta narsasiga e'tibor berasizlar. Mana bu boltlari svarka tekkizilgan, bu uncha-munchaga tugamaydi. Shuni hisobga svarka tekkizib o'rganmiz. Endi yana bitta yangilik qildik buni. Mana bu boltlarini svarka tekkizmasdan original boltlardan qo'yishni boshladik. Buni nimaga kerak? Mana vaqtiki 2 yil, 3 yil o'tgandan keyin bu pichoqlar o'tmas bo'lib, yo bo'lmasa nima bo'ladigan bo'lsa, sinib, favqulodda temir tushib ketib sinadigan bo'lsa, buni nima qilinadi? Bu drabilka sotib olgan odamni o'zi almashtirib olaveradi bemalol. Hech qanday svarchik yordamisiz shunday tagiga bitta kulush chiqadi, tepasidan kulushda bo'shatib turib almashtirib yana qatirib olaveradi segmentdan. Boshqa yangi segmentni o'zi yangirtirib olaveradi. Svarka, bolgarkani yordamisiz. Pichog'imiz zavodskoy Jiguli Mahavik, quyma Mahavik emas. Quymalardan bu anchagina yaxshi, ishlatib ko'rganlar biladi. Buni yaxshiligini bilgan biladi o'zi, ishlatib ko'rganlar. Bu og'irligiga keladigan bo'lsak, 10 kg 200, 10 kg 300 chiqadi. O'sha qalin pichoqlar bilan jihozlangan. Hozir video davomida yana mana pichog'imizni nimasini ham ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Stenkasi, qalinligi buni. Bu qalinligi necha millimetrligini o'lchab ham ko'rsatamiz, yuqasi bilan solishtirib ham ko'rsatamiz.
Mana buni ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. 2 qavat двойной pichoq. Keyin bag'da mana setkalari. Bu setkalariga kelsak, mana hozir qo'yib ko'rsatgan setkamiz universal molbob qo'yib setkasi. Mana bu qo'yib setkasi mayin qilib chiqarib beradi. Bu mollarga chiqarib beradi. Paya, poxol, shunga o'xshagan narsalar chiqarib beraveradi. Bunisi yorma. Bunisi kepak holatda chiqarib beradi, donni. Mana shu 5 xil setka qo'shib beramiz. 4 ta emas bizda. Qo'shib beriladigan setkalarimiz 5 xil setkasi o'zi bilan 6 xil rejimda ishlaydi. Endi buni o'zini qo'yib qo'yamiz. Mana bu ishgani. Mana qo'yilishlari ham juda oddiy. Bunisi bu yog'iga aylanadi. Bunisi bu tarafga aylanadi mana kuruchok. Bo'ldi, mana bir qo'lda ish bitdi. Oson, juda ham qulay. Endi bu belgi nimaga qo'yilgan deganda, bu manetiga uncha-muncha to'plangan o'tlarni qo'lda tiqib olish mumkin emas degan. Bu har qaraganda hali eslatma bo'lib turadi. Shunisiga ham e'tibor berasizlar. Qo'l tiqish umuman mumkin emas. Yosh bolalar foydalanishi shunaqa. Mana busiga keladigan bo'lsak, mana bu pichog'imiz shu holatda ishlaydi. Mana shu holatda ishlaganda uncha-muncha changda o'tni maydasini tepaga ko'targanda mana bularimiz mana pastga yana qaytarib yuboraveradi. Tepaga changish bo'lmaydi, odamning yuziga urmaydi changlar. Mana shu holatda mana ishlayveradi. Motoriga keladigan bo'lsak, 6,5 kW, 3,5 ming оборот qo'yilgan motorlarimizga mana Ariol motor. Bu misat motkali motorimiz. O'sha kilogramlari ham og'ir motordan mana shu 23 kilogramm atrofida chiqadi. Mana bularimiz alyuminat motkali Rubin motorimiz. 6,5 kW ga 3,5 ming оборот yozilgan berkaga. Shularga ham e'tibor berasizlar. Eng original toza motorlardan foydalanilgan. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'i. Xalq tili bilan aytganda Kaminterin. Temirchilar mahallasi. Bizda xudo xolasa ishlab chiqarishimiz juda ham katta. Kimga nechta kerak bo'lsa, xudo xolasa tayyorlari ham bo'ladi. Agar bularimiz sotilib ketib qolgan taqdirda ham zakaz bo'yicha 2-3 kunda qo'ldan kelgancha tezlatib yetkazib beramiz sizlarga. Buni mana bundan tashqari garelkalarimiz bor. Ko'mirni qumiga yonadigan. Keyin yana bitta narsa, videoni ko'ryapsizlar, ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'ryapsizlar. Shuni sizlardan so'raladigan narsa, obuna bo'lib qo'ysalar, yangi videolarni endi xudo xolasa bundan buyog'iga tez-tez qo'yib boramiz. Sizlardan xabardor bo'lib turasizlar va like bosib, podpishkada bo'lasizlar. Mana bularimiz motor qo'yiladigan drabikalarimiz, yarim tayyor holatda. Ba'da mana setkalari chiqyapti. O'sha sizlarga aytgan 5 xil setkasi. Bu molbob, universal, bunisi qo'ybob, bunisi donni kepak qilib beradigan, bunisi yorma setkasi mana. Mana shu holatda tayyor bo'lyapti. Keyin zakatovkalarimiz, xudo xolasa, serob zakatovkalarimiz mana qalin turbalardan yasalyapti. Mana bu chekkalarga turba qo'yilgan. Bu chekkalarga turba qo'yishdan maqsad birinchi o'rinda bizda xavfsizlik. Birinchi o'rinda xavfsizlik mana. Mana buni chekkasiga qo'yiladi, bochkalar chekkasiga. Bu nima uchun kerak? Qo'lni shilmasinga, boshqa qilmasinga, bilasizlar, temir juda keskir bo'ladi. Shuni hisobiga qo'yiladi bu turbalar. Chiroyli qilib qo'ldan kelguncha o'sha brendga moslab tayyorlab beramiz. Shartmi sifat, xudo xolasa bu yog'i ham balansirovkalarni ham chotki qilib chiqarib beriladi. Hozir sizlarga mana pichoqni ham bitta solishtirib ko'rsatib o'tib ketamiz. Qalin yutqasini. Mana bu pichoq eng original deganimiz. Mana buni hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu biz foydalanib turgan pichoq. Qalin 3 mm, bunisi 2 mm. Bir ko'rinishda, bir qarashda bir xil. Mana bu yuqa pichog'imizni bunaqa teshigi yo'g'i ham bor. Mana bu bilan birga bir ishlangan. Unaqa emas. Eng originali
Mana bu pichoq bo'ladi. Buni mana e'tibor berasizlar qalinligiga, qalin yupqaligiga. Bittasi mana chap tarafdagisi o'sha prosto yupqa, eng arzonchi pichog'imiz. Bu o'ng tarafdagisi qalin pichog'imiz. Mana shu holatda juda ham keskir, o'tkir. Buni narxlariga keladigan bo'lsak, Vodiy Toshkent bo'ylab dastavkasi bilan 2 million 900 ming so'm Ariol mis motorini beramiz. 2 million 700 ming so'm Rubin alyumin motorini beramiz. Dastavkasi bilan. Yana optimcha aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Yana ham narxlarini kelishtirib, chiroyli qilib beramiz. Agar ishxonamizdan olib ketadigan bo'lsa, 100 ming so'mdan arzon bo'ladi. 2 million 800 mingga 2 million 600 ming so'm ishxonamizdagi narxi. Eng o'sha full variantidagi. Undan tashqari haligi yupqaroq, arzonroq drabilkalarimiz ham bor, 2 million so'mlik. Uni ham agar so'rovchilar bo'lsa, telefon qilishsa bir qator ko'rsatib o'tamiz. Tashqi ko'rinishi ham bir xil bo'ladi. Shunaqa. Hammaga omad, charchamaslar, chorvaga baraka va bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarimiz o'sha arzonroq degan drabilkalarimiz haqida bo'ladi.